Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Biz har galgidek ko'rsatuvimiz davomida siz aziz qadrli teletomoshabinlarimiz uchun tibbiy tavsiyalarni ulashishda davom etamiz. Albatta bu galgi ko'rsatuvimiz mavzusi ham sizlarning e'tiboringizdan chetda qolmaydi degan umiddamiz. Bugun ko'rsatuvimizga malakali mutaxassislar, nevropatologlar, qolaversa xalq tabobati mutaxassislarini taklif etganmiz. Ko'rsatuvimiz mavzusi esa quyidagicha, ya'ni nevrologik kasalliklarni xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot asosida davolash. Ular to'g'risida esa bizga eng yaxshi tavsiyalarni berish uchun Boysunov Sohibnazar Nuraliyevich, vrach nevropatolog, ignoterapevt hamda xalq tabobati bo'yicha mutaxassis shifokorimiz, qolaversa Xolmominov Azizbek Erkinovich, vrach, psixiatr, nevropsixolog tomonidan ma'lumotlar taqdim etiladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mavzumiz o'zi dolzarb va qiziq. Hozir bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarimiz ham asosan aynan mana shu nevrologik kasalliklarni har ikki yo'l bilan ham agar shu kasallikka chalinishgan bo'lsa, davolab ko'rishga harakat qilishgan. Lekin qay darajada to'g'ri usullarni qo'llashgan? Bugun aynan sizlarning tavsiyalaringiz va ma'lumotlaringiz orqali ular ham yana bir bor ma'lumotlarga ega bo'lib olishsa ajab emas. Marhamat. 10 yildan oshiq shu nevrologiya va xalq tabobati bo'yicha shug'ullanib kelmoqdaman. Oxirgi mana 4-5 yil ichida tabobat yo'nalishida kasallarni davolab kelyapmiz. O'zi bir qancha professor ustozlarda o'qiganmizda zamonaviy tibbiyotni. Bizga zamonaviy tibbiyot nimani o'rgatadi? Bitta kasallik bor, mana shu dorini qo'lla deb o'rgatadi. Mana oddiygina misol uchun aytadigan bo'lsak, nevrologik kasallikda yuzi qiyshayib qolganlar, girjalar yoki bo'lmasa insult olganlar, bir qancha nevrologik og'ir kasalliklar va yengil kasalliklar, har xil kasalliklar bor. Bularga aniq tashxis bor, aniq dori bor. Dori qo'llaganda ham uzoq qo'llanadi. Ba'zida samaradorligi to'liq yetarlicha natija bo'lmaydi. Endi undan keyin tabobat yo'nalishi qiziqdikda, bir tabobat yo'nalishi qanday natijalar beryapti? Misol uchun ignoterapiyaning yoki bo'lmasa tabiiy giyohlarning mana aslida nevrologik kasalliklarga qanday? Tabobat yo'nalishi современный meditsina, zamonaviy tibbiyot ikkalasini ham inkor qilib bo'lmaydi. Lekin joyi keladi, joyi kelganda tabobat yo'nalishida aslida ignoterapiya bilan davolaganda bemorlarda yuqori samarali natija kuzatiladi. Misol uchun oddiygina bitta kasallikda aytsak, yuzi qiyshayib qoldi. Bizda standart bo'yicha lichina qilib yurgan paytimizda bunda 3 oydan kam bo'lsa ham yuzi qiyshayib, ya'ni kontraktura bo'lib qolgan. Ya'ni qandaydir yuzida biror bir belgilar, qiyinchilik, ya'ni ko'z qisilish, shunaqa holatlar bo'lib qoladi ba'zida. 3 oylab davom etadi tiklanishi. Bizlar tabobat usulida qo'llab buni 7 kundan 14 kungacha 100%, ya'ni ortiqcha dorilarsiz yoki bo'lmasa bir ukollarsiz o'sha tuzalyapti. Ya'ni bitta qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun tabobat usulida davolash mana nevrologik kasallikda 70-80% ni davolasa bo'ladi. Ayniqsa bizning hududimiz Surxondaryo, Qashqadaryo mana shu hududlarda O'rta Osiyo mintaqasida 70-80% kasalliklar bu o'sha tabobat yo'nalishida davolanadi va yaxshi natija bo'lyapti. Endi 15-20%lar bari o'tkir holatlarda, ba'zi holatlar va ekstern tez yordam holatlarida doriga yoki bo'lmasa zamonaviy tibbiyotga murojaat qilish mumkin. Lekin bizda hozir teskarisi. Odamlar nima qilyapti? Ko'plab insonlar o'sha dori-darmonlarga juda ham ko'p mukkasidan ketib qolgan. Bu aslida xato narsa. Uni Amerikada ham shunday narsa bor. Haqiqiy bemor bo'lsa, haqiqiy shifokorlar bo'lsa, bitta ikkita dori, ya'ni ular zamonaviy tibbiyot bilan shug'ullanadi. Yevropalar bitta ikkita bo'ldi, maksimal 3 ta dori. Bizga o'sha 10 ta 15 talab yozilmaydi. U aslida xato narsa. Qilinish kerak, tabiiy usullar bor, bemorlarga tushuntirish kerak, zamonaviy tibbiyotni yoki bo'lmasa xalq tabobatini qanday effektini. Shuning uchun oxirgi tajribamda mana 5-6 yildan beri mana shu ikkalasini ham birgalikda qo'llab, ham zamonaviy ham tibbiyot ikkalasini ham birga qo'llaymiz. Joyi keladi, faqat tabobat bilan bemorlar yaxshi natija oladi. Joyi keladi, o'sha zamonaviy tibbiyotda dori-darmonlargacha qo'llashimiz mumkin. U o'sha kasallik darajasiga qarab.
Sohibnazar Nuraliyevich, hozir siz xalq tabobati zamonaviy tibbiyotga nisbatan aynan nevrologik kasalliklarda ustunlik berayotganligini ta'kidlayapsiz. Da, ustunligi yuqori bo'lyapti. Bitta narsani ham alohida ta'kidlashimiz kerak teletomoshabinlarimizga. Bular shifokor bo'lganligi uchun ham xalq tabobatini to'g'ri qo'llay olyaptilar. Ko'chadagi har qanday tabib yoki qo'shtirnoq ichidagi soxta tabiblar shifokorlar kabi professional yondasha olmaydi. Mana shu jihatlarga ham e'tibor berish kerak. Hozir xalq tabobatini ustunligini aytyapsiz va lekin siz inson tanasini mukammal o'rganib chiqqanligingiz uchun va o'sha kasallikni etiologiyasini mukammal darajada bilganligingiz uchun ham xalq tabobatini uyg'un holda davolay olyapsiz menimcha. Keling endi aynan xalq tabobatini zamonaviy tibbiyot bilan uyg'un holda davolash mumkin bo'lgan kasalliklardan biri, ya'ni grija haqida gaplashsak, etiologiyasi, ushbu kasallik o'zi nima sababdan kelib chiqadi, klinik belgilar haqida dastlab to'xtalsak, ana undan so'ng har ikki usulda ham davolash yo'llarini tahlil qilib chiqamiz. Mana grijaning asl mexanizmini tushuntirib beradigan bo'lsak, ikkita umurtqa bor. Ikkita umurtqaning o'rtasida disk bo'ladi. Ushlab turadi, ikkita umurtqaning bir-biriga tegib yopishib qolmasin. Mana shu ikkita umurtqaning orasidagi disk bir-biriga yaqinlashgandan keyin yonidan chiqadigan suyuqlik, ya'ni jelena suyuqlik bo'ladi. O'sha narsa oqib chiqib ketadi va oqib chiqqandan keyin nervni siqadi. Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Oddiy tibbiy tomondan tushuntiradigan bo'lsak, u yerda birinchi og'ir ko'tardi yoki bo'lmasa atrofidagi mo'rtlashda suyuqlik kamaydi va o'sha yerda suyuqlik kamayganda oddiygina misol uchun quyoshda ip turib qolsa qanday suv qochib qoladi, mo'rtlashib qoladi, tortilsa uzilib ketadi. Bu yerda ham xuddi kollagen, elastin tolalari bo'ladi. Kollagen, elastin tolalari mo'rtlashib qoladi. Suyuqlik kamayib mo'rtlashadi. Keyin salgina og'ir ko'targandan keyin ham qirt etadi, bu yerdan narsa chiqib ketadi. Ya'ni ichidagi suyuqligi. Bu chiqdimi? Chiqqandan keyin joyidan anatomik butunligi buzildi. Anatomik butunlik buzilgandan keyin u yerda nima jarayonlar ketadi? Birinchi o'rinda shishadi. Mexanizmi shish bo'ladi. Yallig'lanish jarayoni ketadi. Yallig'langandan keyin o'sha nervlar ham yallig'lanish jarayoni ketadi. Nervlar shamollash deydi xalq tilida. Nervlar siqilib qoldi deydi. Undan keyin kuchli og'riq beradi. Og'riq berdi, o'sha oyoqqa beruvchi bo'ladi, belning o'zida bo'ladi, ba'zan o'sha dumma sohasi, o'sha sohalarga, oyoqning boldirining yon tomoniga beradi, uvishib qoladi, karaxt bo'ladi bir oyoqda, ba'zan ikki oyoqda bo'ladi. Bular o'sha grijaning simptomlari. Mexanizm bilan tushuntiring. Endi buni davolayotganda standart dorilari bor. Grija keldi, o'sha og'riq qoldiruvchi beriladi, mushaklarni bo'shashtiruvchi, qon aylanuvchi dorilar beradi, peshob haydovchi dorilar beradi. Mana bo'ldi. Asosan mana shu 4 xil dori bor. Ba'zi balakada o'sha nimalar qilinishi mumkin, ba'zi qo'shimcha, u ham standart emas. Asosan 4 ta 5 ta dori. Bo'ldi. Bu standart bo'yicha. Lekin effektivlik darajasi buniki hali yuqori darajada aniqlanmagan. Misol uchun grija bilan siqib kel, mana shu 4 ta dorini bemorga yozib jo'natib o'raylik. Bemor o'zgarishi 15-20 kunda ichsa yoki bir oylab ichish kerak, shunda o'zgarish bo'ladi. Tabobatda nima bo'ladi? Shu yerda tabobatning ustunligini aytib o'tay. Bitta ninaning funksiyasi, mana nina o'sha birinchi sekin girjani yumshatib ochgandan keyin nina qo'yilma. Nina mana shu 5 ta funksiyani bajarib beradi. Nina qo'yilganda bu yot jism, qon keladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Qon kelgandan keyin o shishlar qaytadi. Shish ataklar qaytib sekin so'rilib boshlaydi. Uchinchidan mushaklar bo'shashadi. Mushaklar bo'shashdimi? To'rtinchidan og'riq ketadi. Beshinchidan organizm sekin-sekin o'sha girja o'zini so'rilib boshlaydi. To'g'ri, buni vrachlar eshishi mumkin. Tibbiyotning ichida yurgan insonlar ishonmasligi mumkin. Sababi menda ham shunday bo'lgan. 10 yil tibbiyotning ichida yurib, ustozlarim, professor hammasining qo'lida yurganimizda men tabobatga ishonmaganmiz. Ninaga yoki bo'lmasa o'sha tabobat bilan qo'llaydigan giyohlar ishonmasdik. Ya'ni qachonki biz ishlab boshladik, biz o'zimiz bemorlarda ko'rdik, rezultatini ko'rdik. Ya'ni bu yillar davomida ishonch paydo bo'ldi. Bir kun, ikki kunda emas, keldi biza o'sha 1 yil davomida bemorlarni kuzatib, qayta effektini kasallarda solishtirib, dorilar bilan qanday, mana bu tabobat, igloterapiya bilan qanday natija bo'layapti, solishtirib ko'rgandan keyin mana kelyapti endi kasallarda qiynamaymiz. 70-80% organizmni dori-darmondan qiynagandan ko'ra tabiiy usulda davolangani yaxshi effekt beryapti. Mana shunday. Barcha kasallikda esa har bittasini mexanizm bilan tushuntirib, uning mana ignoterapiyaning xususiyatini ham aytib beramiz. Tabiblar ham biladi.
lekin nima uchun u ongli ravishda tushunmaydi? Sababi bizda tibbiyotda uni mexanizmini, etologiyasini, kelib chiqish sababini, anatomiyasini chuqur o'rganganmiz. Shundan keyin tabu o'tkazganmiz-da. O'shanda biz uni bilib turamiz. Ertaga nima bo'ladi, oxir oqibat nima bo'ladi, asorati nima bo'ladi. U asorat beradigan bo'lsa, xavf darajalarini oldindan aniqlaymiz. Shunga qarab davolash taktikasi qo'llaniladi. Marhamat, Azizbek Erkinovich, mavzuni siz bilan davom ettirsak. Xalq tabobatida sharq va g'arb tabobatini bir-biridan farqlash kerak. Chunki xalq tabobatida sharq tabobati insonni mijoz tushunchasiga ko'ra bo'lib o'rganadi. G'arb tabobati aynan ma'lum bir kimyoviy moddani organizmga qanday ta'sir qilishini o'rgansa, buni o'rganish osonda. Sharq tabobati giyohlar, mana shu zuluklar masalan orqali ma'lum bir kimyoviy ko'p o'nlab, 20lab kimyoviy tarkibga ega bo'lgan ma'lum bir giyohlar organizmga qanday ta'sir qilayotganligini mijoz degan tushuncha bilan tushuntirib beradi. Bu ko'p eshitamiz, mijozi sovuq ekan, mijozi issiq ekan, keyin yana mijozda ho'llik oshib ketibdi. O'shanaqa tushunchalar bilan sharq tabobati o'zini yo'lini tanlagan va g'arb tabobati mana shu 20 ga yaqin, 30 ga yaqin kimyoviy moddani o'zida saqlovchi giyohni olaylik. Giyohni bir vaqtda o'zida aniqlay olmaganligi, organizmga qanday kirib chiqib ketyapti yo'llari, hammasini kuzatish imkoniyati bo'lmaganligi uchun aynan ma'lum bir aniq kimyoviy ta'sirga ega bo'lgan bittagina moddani ustun deb biladi. O'shani tabletka shaklida mana dorixonalarimizda juda ham ko'p bunaqa preparatlar. Sharq esa o'sha giyohlarni umuman organizmga umumiy ta'sirini o'rganish bilan asosan shug'ullanadi. Ba'zi bir xastaliklarda, hamma nevrologik demaymiz, masalan insultni o'tkir bosqichlarida biz igna sanchib o'tirmaymiz. U natija bermaydi. Bemorda aksincha holatini og'irlashishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Insultning o'tkir bosqichlari. Lekin reabilitatsiya bosqichiga keladigan bo'lsak, doridan ko'ra mana biz hozir qo'llayotgan igna terapiya usullarimiz, ma'lum bir dori preparatlaridan ko'ra shu giyoh preparatlari ma'lum bir afzalliklarga, o'zini xavfsizligi, shu boshqa jigar, buyrak kabi a'zolarga zararli ta'sir ko'rsatmasligi bilan ustun ekanligini isbotlayapti. Bugun dunyoda 3 ta eng yirik katta davlat bo'lsa, o'shaning bittasi Xitoyda. Xitoyning xalqi masalan mana ustozlarimiz, do'stlarimiz ko'p biz muloqotda bo'lamiz. U yoqdan kelishadigan delegatsiyalar bilan Xitoy xalq tabobati bilan shug'ullanadigan delegatsiyalar bilan mana tibbiyot oliygohida dars beramizda biz ko'p suhbatda bo'lamiz. Ular aytadi, bizda aptekalardan ko'ra ko'proq giyohlardan foydalanadigan do'konchalar bor. Ular maxsus o'sha do'konda shikoyatiga qarab tayyorlab berishadi. Giyoh, xuddi choy deylik. O'sha choyni ichib, o'sha qandaydir saharni pasaytiradigan, yurakdagi xolesterin, qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradigan, qon bosimini tushiradigan preparatlarni, o'sha giyoh preparatlarini iste'mol qilib tibbiyotga bir yangicha o'zlarini o'sha sharqona yo'nalishi bo'yicha yondashib kelmoqda. Biz yuqorida grija haqida gapirdik. Qolaversa, grijadan tashqari ham boshqa nevrologik kasalliklar juda ham ko'p. Keling, operativ davo qo'llanilishidan oldin aynan xalq tabobatini afzal ko'rayotgan usullarni va kasalliklarni tahlil qilib o'tsak. Misol uchun operativ davo, qachonki operativ davo qilish kerak? Misol uchun grijada oladigan bo'lsak, 3 ta holatda operativ davo qilish kerak. Birinchisi nima bo'lishi kerak? Kaudalniy sindrom deymiz, ya'ni birdaniga siydik axlat tutilib qolishi yoki tutolmay qolish. Birinchi holatda. Ikkinchi holatda o'sha grija siqdi oyoqda, ikkala oyoqda yoki bo'lmasa bitta oyoqda o'tkir sindrom ozish bo'lyapti, quvvatsiz bo'lyapti, kuch pasayib ketyapti. Bunday holatda, ikkinchi holatda. Uchinchi holatda davo muolajasi olgan, 2-3 kurslab olganda o'shanda ham effekt bermayapti va og'riq o'ta kuchli bo'lsa, mana shu 3 ta holatda operativ, ya'ni operatsiya qilish buyuriladi, o'zi aytiladi. Undan tashqari holatda eng kuchli og'riq bo'lsa ham ular ham qolgan.
ozgincha vaqt bo'ladi. Ba'zi darajasi bo'ladi, bir xillar 10 kun, bir xillar 1 oy, bir xillar 3 oy. Shu o'zining bosqichi bo'ladi. Girja holatiga qarab, nervni qaysi sohadan, medialmi, lateralmi, ya'ni o'rtadanmi, yondanmi yoki orqa tomondanmi, qaysi sohadan siqqaniga qarab o'sha buyuriladi. Misol uchun 5-10% holatda operatsiyaga ko'rsatma. 5%, 10% maksimum. Misol uchun 100 ta girja desa 5 ta holatda bo'lishi mumkin. Lekin bu degani hammani operatsiya qilish kerak degani emas. Endi tabobat qachon? Tabobatda misol uchun ba'zi hollarda bo'ladi, tabobat ham yordam bermasligi mumkin. Uni bemorni ko'rgan payti, tekshirgan payti u aniqlanadi. Uni o'sha malakali vrach ko'rib aniqlab oladi-da, bunga deydi bu nimani lechenani qilishimiz kerak deydi. Bunga bu yordam beradi. O'zi ustida shu bilan ishlab yurgan mutaxassislar biladi. Shuning uchun har bir narsaning o'zining ustunligi bor. Misol uchun operatsiya xirurgiyaning ham ustunligi bor. Bo'lmasa oyoq falaj bo'lib qolishi mumkin ba'zi hollarda. Yoki bo'lmasa o'sha dori-darmonlar 5-10% da yordam beradi. Ba'zi insonlar o'sha tabiiy yo'lda xohlamasligi mumkin. Ba'zi insonlar tabiiy usullar bilan. Lekin afzallik jihatdan oladigan bo'lsak, mana 70-80% da tabobat ustun bo'lib turibdi. Dori-darmonlar. Dori-darmonlarda isbotlangan meditsinada, bu isbotlangan meditsina shuni qo'llasang shu yordam beradi deydi. Lekin amaliyotda bunday emas. Hozir Yevropa ham shunga o'tyapti. Masalan uchun girjalarda dori-darmonlari cheklab, o'sha tabiiy usullar, u yerda apparatlar chiqib ketdi. Tabiiy fizioterapik apparatlar, lazerlar, yangi zamonaviy meditsina kirib ketadi. Bu aslini olganda o'shalarning negizida o'sha nima sharq tabobati turadi. Aslini olganda. Azizbek Erkinovich, shunday savol bermoqchiman. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, xalq tabobati yoki mana shu qo'llanilayotgan usullar kasallikni faqat og'riqsizlantirish uchunmi yoki bartaraf etish? Bu yerda xalq tabobatini qaysi preparatdan, ya'ni to'g'ri, o'zi umuman to'g'ri tashxisda eng muhim. To'g'ri tashxis hamma narsadan ustun. Agar bemorga to'g'ri tashxis qo'yilgan bo'lsa va ma'lum bir boya aytganimizdek davrlari bo'ladi kasallikda, o'sha o'tkir, o'tkir osti, surunkali degan. Masalan, o'tkir davrida xalq tabobati usulini qo'llash foydasiz. Masalan, insultda. Kechki o'sha davrda xalq tabobati usulini qo'llash o'sha kasallikda, insultni masalan tiklanish davrida foydaliroq dori-darmondan foydalanishdan ko'ra. Xuddi shunday kasallikda qanaqa turi va bosqichi davriga qarab agar to'g'ri preparat tanlansa, xalq tabobati usuli albatta yaxshi natija beradi, samarali. Kasallikni faqat og'riqsizlantirishda yordam beradimi yoki umuman kasallikdan forig' bo'lish uchun ham ko'mak bera oladimi? Xalq tabobat usulida men aytaman, batamon ham tuzatib yuboradi. Batamon ham tuzatib yuboradi. Misol uchun yuzi qiyshayib qoldimi, o'sha ninani o'zi bilan 100% tuzatib yuboradi. Yana nimani aytishim mumkin? Misol uchun ba'zi kasallar bor, trenishni nevrologiya yuzi og'riydi yoki bo'lmasa o'sha girjalarning ba'zi turida. Mana shu tabobat usuli ham batamon tuzatib yuboradi. U kasallik darajasi bog'liq. Siz hozir aytayotganingiz u nechta nevrologiyada juda ko'p kasalliklar bor-da. Ba'zi kasalliklar bor, batamon tuzatib yuboradi. Ba'zi kasalliklarda o'sha doimiy dori ichib yuradi, boshqa qilib turadi, o'shanga nisbatan yaxshi davolaydi. Ba'zi kasallarda bor, yordam bermaydi. Buni ajratib olish kerak. Ya'ni bu faqat vaqtinchalik og'riq qoldirish nima emas bu. Real haqiqatan ham o'sha mexanizm bo'yicha, effekt bo'yicha, simptomatik, etiolog hammasi bo'yicha davo natija bergani uchun mana biz ko'ryapmiz shuni, nima qilyapmiz, amaliyotda qo'llayapmiz. Buni misol uchun tabobatni ilmiy ishlar qilib, haqiqatan ham o'sha sinovlar, klinik sinovlar, tadqiqotlar qilib sekin boshlagan. Mana O'zbekistonda ham shu narsalar qilinyapti. Buning o'sha natijasi, effekti, boshqasi hammasi sekin-sekin qilinmoqda bular. Hozir bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimiz orasida endi shunday xayollar paydo bo'lmasligi uchun oydinlik kiritaylik. Xalq tabobatini ham kimdandir so'rab yoki kimdir shu kasallik bilan og'rigan bo'lsa, uni davolagan shifokorni yoki davolagan mana shu xalq tabobati bilan shug'ullanadigan tibbiyot xodimini masalan tavsiyasi bilan o'z-o'zini davolash mumkin emas. Aynan nevrologik kasalliklarda qilinayotgan eng katta xato bu o'z-o'zini davolash va kech shifokorga murojaat qilish, mutaxassisga kech murojaat qilish. Aynan siz mutaxassis sifatida nima fikr bildirasiz? Nevrologik kasalliklarni davolashda insonlar qilayotgan, masalan, o'sha bemorlar qilayotgan, patsientlaringiz qilayotgan eng katta xato nima? Qarang, eng katta xato nima bo'lyapti? Mana ko'pchiligi
og'irroq eng ko'p tarqalgan kasallik insult oladigan bo'lsak, juda ko'plab insult bo'lib qolyapti-da. Bemorlarga tushuntiramiz, tavsiyalarni beramiz. Lekin shularga qaramay ham bemorlar vrachning tavsiyasiga amal qilmayapti. O'sha tabobat usuli, uyda nima qilib turishi yoki bo'lmasa zamonaviy tibbiyotda qo'llanilgan dorilarni tavsiya qilamiz. Bemorlar ba'zida bu tavsiyalarga amal qilmaydi. Buning oqibatida o'sha insult bo'ladi. Insult bo'lgandan keyin ko'pchilikda o'sha nogironlik bo'ladi yoki bo'lmasa ishga yaroqlilik buziladi, ya'ni is sifati buziladi yoki bo'lmasa o'sha bir tomonda, ikki tomonda qaysi sohada miyaning qaysi sohada insult o'tkazgan bo'lsa, o'sha simptomatik beradi tanada. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti va buning asorati yaxshi emas. Bu oilaga, jamiyatga va o'ziga ham ziyon beradi. Shuning uchun bitta narsani tavsiya qilardim. O'z boshimchalik bilan xohlagancha davolanmasin. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bilib bilmay dorilarni qabul qilish kerak emas. Hammasi o'sha vrach nazorati esa yaxshi. O'z boshimchalik bilan ichgan narsa hammasi oxir-oqibat asoratga olib keladi. Uchinchidan, eng zo'r davo nima deymi? Odamlar o'zini o'zi davolash. Qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda kundalik hayot tarzi bor-da, sog'lom ovqatlanish, sport, mana shunday narsa bor. Shunga to'g'ri amal qilish kerak. Doim harakatda bo'lish kerak. Nima uchun 10,000 qadam deydi? 10,000 qadam bu bekorga ishlab chiqilmagan. Bizning o'sha yurak faoliyatimiz, tanamiz, mushagimiz qon aylanishini yaxshilash uchun, butun tana sog'lom bo'lib turishi uchun, qabul qilgan ovqat parchalanib energiya sifatida ketish uchun mana shu 10,000 qadam minimum cheklangan. Shu bo'lish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bizlar iste'mol qilayotgan taomlarimizga juda katta e'tibor qilishimiz kerak. Misol uchun, undan bo'lgan mahsulotlarni cheklash kerak. Bu undan bo'lgan mahsulotlar, shirinliklarni cheklash kerak. Nima uchun buni cheklash kerak? Bular o'sha nevrologik kasalliklarga, oxir-oqibat insultlarga olib kelyapti, sahrlarga olib kelyapti va boshqa og'ir asoratlarga olib kelyapti. Hamma narsa mana hozir umuman o'rtasida 70%, ba'zan undan ham ko'proqdir, metabolik buzilishlar bo'lib ketgan. O'sha ovqatlanish to'g'ri emas, harakat kam, komfort tizimiga o'tib ketgan hamma. Keladi, bir yer og'risa boradi, dori-darmon qiladi, yana o'tib ketadi. Bu bir oy, 2 oydan keyin yana battar qaytalaydi. Hamma tomoni ko'rsa ortiqcha semizlik bor. Bular organizm uchun ziyon beradi. Siz ko'rib turishingiz mumkin, tashqaridan jussasi yaxshi, boshqa o'ziga to'la deyish mumkin, lekin uning ichki a'zosi, jigari yoki bo'lmasa tomirlari hamma tomoni o'sha belashkalardan yoki bo'lmasa boshqa narsalardan to'lib ketadi. Shuning uchun insonlarga nimani tavsiya qilarim? Birinchi o'rindan doim harakatdan to'xtamasin, yursin, mehnat qilsin. Ikkinchi o'rinda ovqatlanishni albatta to'g'ri qilsin. O'sha shirinlik, xamirli ovqatlar, rangli suv, gazli narsalar ichmasin. Bular ham nevrologik kasallik olib keladi. Shu narsani tushunib, shu narsalarga amal qilsa, tavsiyalarga insonlar nima bo'ladi? Sog'lom bo'lib yuradi. Ortiqcha kasallik ularni qiynamaydi. Ya'ni puli yoki klinikaga yoki bo'lmasa aptekaga sarflamaydi. O'zining sog'lig'i, kelajagi uchun sarflaydi. Azizbek Erkinovich, biz yuqorida aynan o'zini davolash, ya'ni o'zini sog'lom turmush tarzi, hayot tarziga yo'naltirish, qolaversa xalq tabobatining muhim jihatlari haqida fikr yurityapmiz va neyropsixolog sifatida sizga shunday savol bermoqchiman. Shunday nevrologik kasalliklar bo'ladiki, inson yillab to'shakdan tura olmaydi. Gapiradi, aqli hushi joyida, lekin harakatlana olmaydi. Va ana shunday jarayonlarda o'zlarini psixologik jihatdan isloh qilib oyoqqa turib ketgan holatlar ham bo'ladimi? Bu ham xalq tabobatining bir usulimi yoki inson kasalligini yengib harakat qilishiga yordam berishimi? Aytganingizdek, og'ir yotib qolgan bemorlar hayotida tushkun kayfiyatni ko'p kuzatilishi, biz buni depressiya deymiz. Keyin xavotirlarni bo'lishi, bo'ldi, endi men sog'aymayman, mana shu kasallik bilan o'lib ketaman, yotib qoldim degan tushkun holatlarni bo'lishi juda ham ko'p uchraydi. Ba'zan mana klinik tibbiyotda hamkasbimiz bilan birga ularni ham kuzatamiz, birga ishlaymiz. Shunaqa holatlarga duch kelamizda. Insult bo'lsa ham qo'lda quvvati ko'p, kuchi bor, lekin turib yura olmaydi. Shunaqa holatlar duch keldik. Tilini nutqi yo'qolib qolgan. Lekin hamma o'sha miyadan tilgacha kelgungacha bo'lgan uni harakatlantiruvchi nervlarda birorta shikastlanish yo'q. Hammasi ruhiyat bilan bog'liq jarayonlarga duch keldikda.
demak insonni fikrlash tarzi, hayot tarziga, o'sha kasalligiga da ta'sir qilar ekan. Sog'lom fikrlashi, atrofdagilar bemorni qo'llab-quvvatlashi, u bilan chiroyli suhbat olib borishi, uni ko'nglini ko'tarishi juda ham katta bemorga dalda beradi, turtki beradi. Buni endi biz xalq tabobati deya olmaymiz. Bu o'zi bu mana bemor odamni borib ko'rish xalqimizda eng yaxshi xislatlardan bittasida. Unga dalda berish, uni ko'nglini ko'tarish. Menimcha bu bizning madaniyatimizning bir shakli, xalqimizga singib ketgan odat. Bu eng yaxshi o'sha sog'lom fikrlashda turtki beradigan, bemorni oyoqqa turg'izadigan jarayonlardan bittasi. Ijtimoiy tarmoqlar haqida boya gapirib o'tdingiz, reklamalar haqida. Aynan men ham bir videoga ko'zim tushdi kuni kecha. Bir shifokor bemorini holatini ko'rsatyapti. Yoshi katta ayol, 50-60 yosh atrofida. Og'ir vazn toifasida ekan, ya'ni vazni og'ir. Qornida grija bor dedilar. Bu kasallik haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Bu bizga daxli yo'q, qorinda girja bo'lishi. Aslida bu xirurglar bilan shug'ullanadi. Bu yerda nimani tavsiya berib ketaman? Chunki u hozir tushuntirib bersak vaqt ko'p masala oladi. Bu yerda o'sha qorin pardasi yorildi yo kindik atrofida qorin girjasi paydo bo'ladi. Bu ish bilan xirurglar shug'ullanadi. Biza beradigan tavsiya nima qilishimiz kerak? Bunday insonlarga birinchi o'rinda o'sha boya ham aytib o'tdim, ovqatlanishini to'g'rilash kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, harakat qilib turish kerak bo'ldi. Qadrli teletomoshabinlar, hozir biz mutaxassislarimiz bilan juda kerakli tavsiyalarni oldik. Keling endi har ikki mutaxassisimizdan ham zamonaviy tibbiyot va xalq tabobatini o'zaro uyg'unligi asosida nevrologik kasalliklarni oldini olish bo'yicha muhim 3 ta qoidani so'rasak. Chunki ular ham aynan o'z hayotlarida, turmush tarzlarida bu qoidani masalan dasturlama qilgan bo'lishlari mumkin. Xalq tabobati usulida birinchi o'rinda giyohlar, keyin odamning psixologiyasi, ruhiyati, qo'llaniladigan o'sha igla terapiya yoki boshqa narsa. Mana shu asosiysi 3 xil narsa bilan qo'llanadi. Tabobat usulida bir narsani tavsiya qilardim. Bemorning ruhiyatini yaxshilash kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda barcha tabiblar nima qiladigan usullardan bittasi ruhiyat. Ikkinchi o'rinda har xil metodlar bor. Misol uchun davolash metodlari. O'shani bilib, o'zining mutaxassisiga borish kerak. U tabibmi, vrachmi yoki vrach tabibmi, o'sha shug'ullanib yuradigan mutaxassisga borib o'sha narsani qabul qilsa, yaxshi natija oladi. Uchinchidan, sog'lom turmush tarziga amal qilsin. Rahmat, Azizbek Erkinovich. Ruhiy kamolotga intilishsin, sog'lom ovqatlanishsin, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanishsin. Rahmat. Eng kerakli tavsiyalar bo'ldi. Yuqorida shifokorlarimizdan bergan ma'lumotlardan men ham sizlarga aynan quyidagi so'zlarni aytib o'tmoqchiman. Ibn Sino 3 ta oq narsani, ya'ni iste'mol qiladigan mahsulotimizni zahar deya ta'riflagan. Bu un, shakar hamda tuz. Ularni me'yorida iste'mol qilish bizning salomatligimizga ziyon yetkazmaslikka yordam beradi. Bugun ko'rsatuvimizga nevropsixolog hamda ignoterapevt mutaxassislar bilan suhbat olib bordik. Ular bizga aynan nevrologik kasalliklarni davolashda zamonaviy tibbiyot va xalq tabobatining o'zaro uyg'unligi haqida tavsiyalarni aytib o'tishdi. Tashrif uchun tashakkur bildiramiz va ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvini muntazam kuzatib boring.